Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin reisi Mustafa Şentop 24 Ağustos Xitay Memleketlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining başlığı Li Jianshu bilan silliq ko'rishgan. Şentop Türkiye'nin yeniden Asiyaga kirish tashabbusida Xitayning alayda o'rni borligini aytgan. U Uyg'urlar haqida to'xtalib mundaq degan. Uyg'ur Türkler bilan milliy, diniy va madaniyat munosabatimiz bor. Türkiye'nin bu meseledeki meydani iniq, samimiy ve axloqidir. Bizning boshqa davlatlar zaminida yashaydigan qandosh va qarindoshlarimizni munosabatli davlatlarning ichki ishlariga aralashadigan qurol sifatida ishlatishdek bir g'arizimiz yo'q. Biz bu kishilarni o'z davlati bilan davlatimiz o'rtasidagi ko'rik, hamkorlik va munosabatni taraqqiy qildirishning fursati deb qaraymiz. Siyosatimizni bu yo'lda davomlashtiramiz. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev rasmiy ziyorat uchun Kabulga kelgan Qozog'iston Prezidenti Qosim To'qayev bilan ko'rishdi. Prezident Aliyev bilan To'qayev Azerbaycan bilan Qozog'istonning 2022-yildan 2026-yilgacha bo'lgan hamkorligini taraqqiy qildirish programmasi va Azerbaycan bilan Qozog'istonning strategik munosabatini kuchaytirish va o'zaro ittifoqlashish faoliyatini cho'nqurlashtirish xitobnomasiga imzo qo'ydi. Angliya Bosh ministri Boris Johnson Ukrainaning 31 mustaqillik kuni Kiyevni ziyorat qilib, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ko'rishdi. Boris Johnson Twitter'dagi bayonotida Ukrainaning bu urushda g'alaba qila oladiganligini va g'alaba qildiganligiga ishonadiganligini ta'kidladi. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat mudofaa ministri yig'ini O'zbekistonning poytaxti Toshkentda o'tkazildi. O'zbekiston Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotiga qaraganda, O'zbekiston Davlat Mudofaa Ministri Bahodir Qurbonov sohibxonlik qilgan yig'inga Rossiya Davlat Mudofaa Ministri Shugo, Xitoy Davlat Mudofaa Ministri Wei Fenghe, Qozog'iston Davlat Mudofaa Ministri Jaksilikov, Qirg'iziston Davlat Mudofaa Ministri Bekbolotov, Tojikiston Davlat Mudofaa Ministri Mirzov, Pokiston Davlat Mudofaa Ministri Xavaja Muhammad Asif, Hindiston Davlat Mudofaa Ministri Rajnath Singh va ko'zatchi davlat Belorussiya Davlat Mudofaa Ministri Viktor Xiron qatnashgan. Axborotda yepiq o'tkazilgan yig'inda xalqaro va rayon bexatarligining navbatdagi masalalari muzokara qilingan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Bermida kishilik huquq tafsandichiligini tekshirgan alohida dokladchisi Tom Andrews 2017-yili 8-oyning 24-kunidan buyon Bermida Rohingya musulmonlarning keng ko'lamli tozalash boshlanganligining xotir kunida yozma bayonot e'lon qildi. Xalqaro jamiyatning Rohingyaga qartilgan hujumini irqiy qirg'inchilik deb aniqlashda yanada birdaklik hosil qilinmaganligini ta'kidlagan Andrews, Berma armiyasi yanada uning jinoyati uchun javobgarlikka tortilmadi dedi. Xalqaro Türk Akademiyasi bilan Mongoliya Arxeologiya institutining o'tgan rayonda elib borgan tekshirish va tadqiqotlari natijasida Kultegin va Belgi Xoqonning otasi Iltarish Qutlug' Qog'onning qabrisi va uning nomiga putilgan mangu tosh topilgan. Egilishicha, mazkur akademiya rayondagi yodgorliklarni qazish xizmatlarini davomlashtirdi ekan. Iltarish Qutlug' Qog'onning asli ismi Ashina Qutlug' bo'lib, Iltarish uning unvoni. Uning otasining ismi Etmishbek bo'lib, Ko'k Türk davlatini qurgan Qog'on jamiyatidan. Iltarish Qutlug' Qog'on 681-yili Tang sulolasiga qarshi hujumga o'tib, 50 yildan buyon bassiz qolgan, titrab ketgan Türk xalqini yiqqan va hukmdor taxtiga o'ltirgan.